Hammamizning xabarda bo'lgandek muborak Ramazon oyimiz yetib keladi. Biz bir musulmon millat bo'lish sifatimiz bilan bu muborak Ramazon oyiga qanday kiramiz? Naqsh usul bilanmi yoki gunohlarimizga tövbe qilib, yangicha ruh bilanmi Ramazon ichida nima ishlarni qilamiz? Bu haqda kitobsiz Allah qiziqsanglar, diqqatinglar darsimizda bo'lsin. Buningdan taxminan bir oy burun negriyalik bir yosh naati cho'ng bir baliqni tutib olgan va bu yosh xushalligida baliq bilan rasmga tushib to'rga chiqarib etgan. Keyinda bu yoshni taraf-tarafdan xaridorlar izlashga boshlagan. Chunki bu yosh tutib olgan baliq Blue Marlin deydigan naati qimmat baholiq baliq ekan. Taxminan bu yosh chiqargan baliqning qimmati ba'zi manbalarda 2 million 600 ming dollar, ya'ni ba'zi manbalarda 30 ming dollarga yaraydiganligi tilg'alangan. Afsus xaridorlar izlagan vaqtda bu yosh bu baliqni do'stlar bilan birga pishirib yeb bo'lgan. Chunki bu yosh bu baliqning buncha qimmat baholiq ekanligini bilmaydi ekan. Hayotimizda mayli dunyoga munosabatli ishlar bo'lsin yoki oxiratga, ya'ni abadiy hayotimizga munosabatli ishlar bo'lsin, mana shunga o'xshash ba'zi bir qimmatli narsalarni biz uning qimmatini bilolmay qo'ldan o'tkazib o'tamiz. Shuning birisi bo'lsa Ramazon oyi. Biz Ramazon oyiga ko'milib yotgan foyda va qimmatlarni ko'p hollarda bilmaymiz. Qiyomat kuni Allohning huzuriga borgan vaqtimizda, Ramazon oyidagi yaxshilik va mukofotlarni ko'rgan vaqtimizda, xuddi bu opriqliq yoshga o'xshash nihoyat qattiq pushaymon qilishimiz mumkin. Chunki ko'pincha kishilarimiz Ramazonning qimmatini bilmaydi. Ramazonga ko'milib yotgan yaxshilik va mukofotlarni tunumaydi. Shunga sal qarab Ramazondagi vaqtidan ahamiyatlik foydalanmaydi. Ramazon oyidagi yaxshiliklarni qazib chiqishga tirishmaydi. Undaqda Ramazon oyida qanday yaxshiliklar bor? Masalan, Ramazon oyida jannatning eshiklari eshiladi. Do'zaxning eshiklari taqiladi. Shaytonlar bog'lanadi. Ya'ni o'zimizni o'zgartirishga, o'zimizdagi illatni tuzatishga, o'zimiz xumo bo'lib qolgan gunohni tashlashga Alloh taolo qulaylik yaratib beradi. Ya'ni shaytonni bog'lab beradi, do'zaxning eshigini taqaydi, jannatning eshigini ochadi va har ikkisi ey yaxshilikqa yuzlanguchi, men tarafga kel. Ey yomonlikqa yuzlanguchi, tavba qil, to'xtab qol. Alloh nurg'unlagan kishilarni do'zax azobidan ozod qiladi deb nido qiladi. Chunki inson bilib bilmay Allohga nurg'un yerda osiylik qiladi. Alloh taolo bandasini kechirishni, uning tavba qilishini umid qiladi. Shuning uchun uni ba'zi Ramazonga bog'laydi, ba'zi boshqa bir fazilatli kunlarga bog'laydi. Ya'ni Ramazon bir bahona. Alloh bizning tavba qilishimizni, xatoligimizni yenishimiz uchun Ramazonni bizga bir fursat sifatida sunadi. Mana shuningdek katta fursatlarni Alloh taolo bizga sunsa, biz yana fursatni qo'ldan berib, uningga sal qarasak, Allohga tavba qilmasak, o'zimizning xatoligidan yanmasak, illatlarimizni tuzatmasak, o'zimizni isloh qilishga, yaxshilashga tirishmasak, xuddi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom degandek haqiqatan ziyonkor xor odam bo'lamiz. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir odam Ramazon oyiga kirib, u Ramazon oyidan gunohi kechirim qilinmay chiqib ketsa, unda odam xarob ketsin deydi. Faqat gunohdan qo'l uzib ikkinchi qatim qilmaslikka iroda bog'lasa, Alloh taolo ilgari gunohlarning hammasini kechiraman dedi. Xo'sh, undaqda Ramazondagi fursatlarni qo'ldan bermaslik uchun nima ishlarni qilamiz? Birinchidan o'zimizni o'zgartiramiz. Ya'ni oldi bilan o'zimizni tekshiramiz. Menda qanday illat bor? Yolg'onchilikmi, g'ayvatxo'rlikmi, yomon gumonmi? Buni o'zimiz qarab bir tekshirib chiqqandan keyin o'zimizdagi illatlarning hammani bekitamiz. Ondan keyin men mush Ramazon oyi orqali mush illatlardan qutulaman, o'zimni bu illatlardan yiroqlashtiraman, bu xatoligimdan yonaman deb iroda bog'laymiz. Ikkinchisi, Ramazon kirishini ilgari Ramazonda qildigan ishni bekitamiz, ya'ni nishon belgilaymiz. Ramazon oyida Ramazon kirdimi, kirmadimi ilgarikidan hech farq yo'q. O'ssak biz haqiqatan Ramazondagi yaxshilikdan mahrum bo'lgan, Ramazondagi yaxshiliklardan foydalanmagan odam bo'lamiz. Shuning uchun Ramazon kirishini ilgari men ma Ramazonda Qur'onni mancha qatim tamom qilaman, yo manchilik yodlayman, yoki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayotini o'rganaman deganga o'xshagan ma'lum bir ish planlaymiz va shu plan bo'yicha Ramazonni ma'nilik va ahamiyatli o'tkazamiz. Buningda bir qancha odam guruhi bo'lib, biz bu oyda manda ishni qilamiz deb o'zaro bir-birini ittirgan holda qilsa, texmi unumi bo'ladi. Uchinchisi, Ramazondagi savob holtimizni muhofazat qilamiz. Nurg'un kishilar Qur'onni o'qishi mumkin, ro'za tutishi mumkin, nurg'un amallarni qilishi mumkin, ammo u savob tushadigan holtisi tushuk. Nima uchun? Ro'za tutadi, lekin g'ayvat qiladi, boshqalarni tillaydi, so'xanchilik qiladi, yolg'on aytadi, ya'ni gunohni tashlamaydi. Bundaq kishilarning erishadiğini faqat ochliq va usuzlik bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda ba'zi kishilar borki, ular ro'za tutadi, ammo ularning erishadiğini faqat ochliq va usuzlik bo'ladi. Yana bir qism kishilar borki, ular kechada namoz o'qiydi, ya'ni tarovih o'qiydi, tahajjud namozi o'qiydi, lekin ularning erishadiğini faqat uyqusizlik bo'ladi deydi. Nima uchun undaq bo'ladi? Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yana bir hadisda qandaq bir odam Ramazon kunlari qavli zurni tashlamasa, ya'ni yolg'on so'zni tashlamasa, g'ayvatni tashlamasa, so'xanchilikni tashlamasa, behuda so'zni tashlamasa va shundaqla behuda ishlarni, ya'ni savob bo'lmaydigan, gunoh ishlar emas, savob bo'lmaydigan, vaqtni o'tkazadigan behuda ishlarni tashlamasa, Alloh taolaning undaq odamning yemak va ichmakni tashlashga ehtiyoji yo'q deydi. To'rtinchisi, Ramazon oyida sabrni nihoyat qattiq lozim tutamiz. Boshqa vaqtda sabr qilishimiz lozim, ammo Ramazon oyida texmi sabrchan bo'lishimiz lozim. Chunki Ramazon oyida odamning qusq, ozroq gaplar odamning titan tumrig'iga tegadigan, boshqalar bilan suqashqisi, tilashqisi keladigan bo'lib qoladi. Shuning uchun Ramazon oyida texmi sabrchan bo'lishimiz kerak. Sirtdagi odamlarga emas, ayol eriga qattiq sabrchan bo'lish kerak. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda bir ro'za
ro'zador odamni boshqalar tillasa yoki so'qatsa inni soim, men ro'zador desin deydi. Shuning uchun er kishi bo'lsa, ayol kishi bizga javob qilsa, men ro'zador deb sabrchan bo'lishimiz kerak. Erlar ayollarga ochiqlangan bo'lsa, ayollar men ro'zador deb sabrchan bo'lishi kerak. Bu Ramazon oyi sabrchanlikni o'rgatadigan oy. 5-inchisi Ramazon oyining kunlarining hammasini birinchi kundan boshlab xuddi oxirgi kuni deb o'ylaymiz. Chunki Ramazon oyining tunji kunlari bizga ig'ri kelishga boshlaydi. Ammo oxirgi kunlari, ya'ni Ramazon oyi chiqib ketaydigan vaqtida Ramazonga ko'zimiz qiymay qoladi. Bu tuyg'uni Ramazon oyining hamma kunlarida yashash uchun Ramazon oyining tunji kundan boshlab bu mening oxirgi kunim bo'lishi mumkin deb o'ylashimiz kerak. Chunki hammamiz Ramazon oyining qaysi kunning bizning oxirgi kunimiz bo'lganligini bilmaymiz. 6-inchisi Ramazonga idea jihatdan tayyorlik qilamiz. Masalan, bir tanharakatchi maydonga tushishdan ilgari badan qazitadi. Agar badan qazitmay maydonga tushsa, putlari zaxmlanishi, yaralanishi mumkin. Shunga o'xshash Ramazon oyiga kirishdan ilgarimi biz ma'naviy jihatda, ruhiy jihatda bir oz chiniqishimiz lozim. Qanday chiniqimiz? Ramazon kirishdan ilgari yomon ishlarni tashlashga boshlaymiz. Shundaqla Ramazonda qildigan ishlarning tayyorligini puxta qilamiz. Afsuski, nurg'ulg'an kishilar Ramazondan ilgari faqat yemak-ichmak to'plash bilan bo'ladi. Amaliyotda Ramazon oyi yeb ichish oyi emas, nafsimizga qarshi kurash qilish, sabr qilish oyi. Shuning uchun ma'naviy tayyorligimizga bakrak ahamiyat berishimiz kerak. Endi yaqinda o'tkazmoqchi bo'lgan naqsh usul kechiligi haqida loyiha boramiz. Birinchisi insoniy nuqta turib, ikkinchisi siyosiy nuqta turib, uchinchisi diniy nuqta turib. Birinchidan insoniy nuqtadan qarab boqadigan bo'lsak, birsimizning otasi yoki onasi yoki bolasi yoki singlisi yoki aksi o'lib ketgan bo'lsa, ya'ni biz hozir bo'lsak, biz naqsh kechilik o'tkazamdik. Naqsh kechilikni o'tkazish emas, u naqsh kechilikka baramdik. Mushu tapda qaysi bir Uyg'urning ota-onasi yoki aksi yoki singlisi yoki ayoli yoki yo'ldoshi yoki bolasi Xitoyning qulida emas, navbatda Xitoylar vatanimizda umumyuzlik qirg'inchilik elib beryapti. Bundaq bir hozir millatning butun diqqatini, zehnini irqiy qirg'inchilikni to'xtatish qaratmasdan naqsh kechilik o'tkazishi bu bir insoniylikka to'g'rimi? Buni sizlarning vijdoningizga topshiraman. Ikkinchidan, siyosiy nuqtadan elib aytgan vaqtimizda hozir Xitoylar sirtda qolgan Uyg'ur qarindoshlarimizni usul o'yintib, naqsh aytqizib, qaranglar bular baxtli yashayotdi. Chet eldagi bularning davosini qilayotganlar bir uchun unsurlar deb xalqaro ko'rsatish uchun harakat qilyapti. Hatto qirb oilalarimizni usulga solyapti. Dünyada bo'lsa Yevropa davlatlari bir-birlab Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosatning irqiy qirg'inchilik ekanligini bekitib atadi. Mushundaq xalqlik paytda irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan bir millatning naqshi usul kechilikka o'tkazib, xushal-xuram kayfiyat yaratishi bu Xitoyning siyosatiga moslashganlik emasmi? To'g'ri, sizlar bu orqali pul to'plab kishilarga xayr saxovat qilamiz deysizlar. Niyatinglar to'g'ri, lekin usulinglar xato. Diniy nuqtadan elib aytgan vaqtimizda nomahram yot er va ayollar birisi-birisining usul o'ynab naqsh aytishi bizning dinimizda uchuq harom. Buni har qanday bir diniy ustozdan so'rab bo'ladi. Demak, sizlarning qilayotgan bu ishinglar insoniy, siyosiy va diniy nuqtadan to'g'ri emas. Hammamiz xatolikdan xoli emas. Alloh taolo hammamizning xatoligini kechirsin. Sizlarning kishilarga pul to'plab xayr saxovat qilamiz degan bu yaxshi niyatinglarga Alloh taolo ajr bersin. Sizlarmi bizning qarindoshlarimiz, sizlarni yaxshi ko'rgachga bu tavsiyalarni qilib o'ltiribdimiz. Alloh taolo hammamizga Allohning degandek yashaydigan haqiqiy jin musulmon bo'lishni nasib